Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xabaringiz bor, avvalroq rasmiy sahifalarimiz orqali 2011-yilda Qiziltepa tumanida tug'ilgan, Mustaqillik mahallasida yashovchi Halilov Alibek Nurali o'g'li yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmaganligi bois qidirilayotganligi haqida e'lon qilgan edik. Ichki ishlar organlari xodimlari hamda keng jamoatchilik vakillarining sa'y-harakatlari natijasida Alibek joriy yilning 17-noyabr kuni, ya'ni bugun Toshkent shahar Shayxontohur tumani Chorsuv bozori hududidan sog'-salomat holda topildi. 25 yoshli Qashqadaryolik fuqaro Muhammad Ali Namozov bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda Alibek Halilovning qidirilayotganligi haqida xabarni ko'rgan va 17-noyabr kuni soat 14:37 larda Chorsuv bozori hududidan o'tib ketayotgan vaqtda unga ko'zi tushib qolgan. Shu zahotiyoq ichki ishlar organlariga xabar berib, o'zining fuqarolik pozitsiyasini bajargan. Halilov Alibekni topishda ko'maklashgan ushbu fuqaroga Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan minnatdorchilik bildirildi va va'da qilingan miqdordagi pul mukofoti topshirildi. Shu o'rinda Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi Alibek Halilovni topilishida o'z hissasini qo'shgan barcha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, jurnalist va blogerlar, shuningdek keng jamoatchilik vakillariga minnatdorchilik bildiradi.